Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Ayni vaqtda biz Toshkentdamiz. Toshkentdagi obyektlarimizdan birida. Bu joy sex. Ko'rib turganingizdek, bu yerda biz 5 ta Buderus kondensatsion qozon, har bittasi 100 kilovatdan va o'ng tomonda esa bitta 100 kilovatlik va bitta 150 kilovatlik qozonlar o'rnatganmiz. Bular hammasi kondensatsionli, turbalari plastmasli ko'rib turganingizdek. Pilsa firmasi dimoxodga ishlatilgan. Pastida esa soединениyalarni ko'rishingiz mumkin. Baho berishingiz mumkin bizning ishlarga. Ishlar уже topshirish arafasida, faqat o'sha izolyatsiya ishlari qolib ketgan. Turbalarni izolyatsiya qilib, chiroyli qilib topshiramiz, xudo xolasa. Bu obyekt Kashlux kompaniyasi bilan Samarkand Santexnik, ya'ni bizning korxona hamkorlikda ish olib boryapmiz. Bu ishlar hammasi o'sha Kashlux kompaniyasi bilan hamkorlikda bajarilgan. Nasoslarga ham e'tibor beringlar. Bular Grundfos nasoslari juda ham populyarniy, topoviy brend. Gaz o'tkazilgan. Gazimizda biz Geka reduktor va filtrlarni ishlatganmiz. Avtomatika, полностью avtomatizirованный sistema. Mana bu yerda Buderus kompaniyasini kontrollerlari o'rnatilgan. Hammasi bitta единый sistema bo'lib ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana bu pastdagi raqamlar bo'yicha. Siz bilan men Kamina Dovud Rahimov edim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.